Hay dostlar, yaxşımısızlar? Men Moni Xonlan. Bugün huzurunuzga öz qalbimda yozgan oddiy, ma'nili she'rimni ag'ash keldim. Avval güzel bir tilaklarımni yetkazib olay dostlar. Qisqagina bu hayotda har bir kuninglarninki bahordek, illiqlik, mehr muhabbat ichida, xotirjamlik ichida qalbinglarning azarsiz o'tishini chin ko'nglimdan umid qilma. Hammamizga baxt, omad yor bo'lsin. Mening tavsiya qilayotganim qahrdan g'oldir ichimdagi, mush qavziyatlardan tatayotgan do'stlarning ichib beqishni alayda tavsiya qilman. Nurg'un do'stlar, qanday seta olamiz deb bek so'rabsizlar. Mush Şinjanning har qaysi rayonlarida, mush universal setish do'konlarida bor do'stlar. Bek o'qamay qolsanglar ayrimxonaga qilsanglar bo'ldi. Undaq bo'lsa, she'rimizga ketdik. Ba'zilar kulsa g'ami yo'q dema. Ehtimal külmese yığılışı mümkün. Yuşurup hasretlik g'arib halini külkisida bize suyushi mümkün. Her insanның bardır hasreti derdi. Ve lekin yaşaşta buludu perqib. Birovlar küçülünüp hayatını söyse, talaylar yaşaştın özleri keçti. Derdini diyelmez. Temkinligi en ulug' nefes. Sükutleri galip yığbes.